To'rtta joyda tilingizni tiying, yo'qsa qattiq pushaymon bo'lasiz. Birinchisi, hojatxonada. Hojatxona hojat chiqarish uchun mo'ljallangan joy. U yerda gapirish mutlaq mumkin emas. Ikkinchisi, ilm majlisida. Ilm majlisida siz nimadir o'rganish uchun borgan bo'lasiz va u yerda gapirishingiz sizni pushaymonlikka olib boradi. Uchinchisi, masjidda va azon aytilayotganda. Masjid bu ibodatxona. U yerga ibodat qilish uchun borasiz va u yerda turli xil gaplarni gapirish mutlaq mumkin emas. Va nihoyat to'rtinchisi, ota-onangiz gapirayotgan vaqtda. Ota-onangiz gapirayotgan vaqtda ularning gapini bo'lish, ularga nisbatan odobsizlik va hurmatsizlik hisoblanadi. Bu to'rtta joyda tilingizni tiyib jim turishligingiz siz uchun oliy fazilat hisoblanadi.